Assalomu alaykum Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniy ofida Ahim boboydagi ishimizni bitirdik. Bu yerda Tayir akamning uyida stoyashka quydik. 440 kvadrat stoyashka quydik. 65 metr bordiyor bo'ldi. Stoyashkaning qalinligi 10 sm bo'ldi. Bordiyorning balandligi 1.30 balandlikdan 1.20 balandlikgacha bo'ldi. Mana bordiyorimiz 1.20 balandlikdagi bordiyorimiz. Bordiyorning eni 20-25 sm bo'ldi. Mana quygan yerlarimiz. Mana buni yomg'irga turbalar ham tashlab ketdik. Borga ketgan sement 446 xalta sement ketdi. 2 chakmon, 1 kamaz shebin ketdi. 1 zil but kamin ketdi. Borga ketgan mana quygan yerlarimiz. Borga ketgan mana yomg'irning turbalarini ham qo'yib berdik. Mana ana yerda da bor. Shu yerdan yomg'irning turbalari bu yoqqa ukulolli bo'ldi. Mana bu yoqdagi 1.30lik bordiorimizga qarab chiqib ketadi. Mana turbamiz. Mana 1.30lik bordiyorimiz. Borga ketgan puli, qo'la qisi shu turbalari ana yo'ldan chiqaverishda chiquvda azbiz turbalar ham qo'yilib ketdi, chertakka moslanib. Hammasi ichida setkisi, klyonkisi, sementi, shebeni, but kamini hammasi ichida 66 million so'm pul ketdi. 66 million qo'la qisi da shuning ichida. Mana yana bir marta tushaman. Mana yerdan mana bu yerda o'rtada suv qo'mitog'ini etib, ukuloni etib yubordik. Bu yoqqa qarab ketgan mototsiklga qarab. Mototsikldan o'sha mana yerdan mana bu yoqqa qarab ketgan. Mana mushga qarab ketadi. Suv ikki yoqqa qarab ketayotgan yubordik. To'g'riligi. Yana bir marta aytaman. Hammasi ichida qo'la qisi, setkisi, klyonkisi, shebeni, sementi 66 million so'm pul ketdi shu yerga.